Keyingi savol berib o'tibsizlar. Mana bu yerda bu Yevropa mahsuloti hisoblanadi, ya'ni Shvets mahsuloti. Ana endi qaranglar, Yevropa brendidagi firmalar SPF-da UVA va UVB bu maksimal teri himoyasi degani aynan shu belgilar bilan qo'yiladi. Menga yana savol beribsizlar, PA+ belgilari bilan qo'yilsa, bu qanchalik himoya beradi debsizlar. PA+ belgilari aynan shu UVA va UVB belgilarini Karets brendi ostidagi mahsulotlarga qo'yiladi. Ya'ni Yevropa brendi bu belgilardan foydalansa, maksimal darajada himoyani, PA+ himoyani esa Karets brendi ostidagi firmalarda ko'rasizlar. Asosiysi mana bunga ham e'tibor beringlar. SPF 50, SPF 30, SPF 15 degan darajasiga bizning davlatimiz quyoshli davlat bo'lgani uchun doimiy SPF 50 dan foydalaninglar.